Assalomu alaykum akalar, opalar, salomatmisizlar? Demak, bizaga yangi Yunusobodga uzr, ming bir uzr. Demak, Chilonzor 9-kvartaldan ketma-ket uylar, ko'p uylar kelyapti bizga sotiladigan ijaraga. Har xil turli uylar kelyapti. Kanalimizga o'tib juda ko'rsanglar, bemalol qolgan boshqa e'lonlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir bizga kelgan mana shu uyimiz aynan Chilonzor 9-kvartalda joylashgan bo'lib, 2 xonalik, demakki 5-etajda, 4-etajda joylashgan, lift yo'q, remont, yevro remont, hamma sharoitlari bor. Uyga gap bo'lishi mumkin emas. Uy juda ham chiroyli. Endi har qanday bitta ko'rganda yoqadi har qanday insonga. Havasli bo'lsalar, bitta like bosib qo'yinglar videoga. Hammani yetkazsin shunaqa uylarga. Demak, uy ideal holatda. Kimga qiziq bo'lsa, sotiladi bu uy. 62 ming deb aytishyapti. 52 kvadrat uy maydoni. Demak, qiziqqanlar bo'lsa, uy egasi bilan uchrashtiramiz, ko'rsatamiz. 93 kodi bilan 914 62 63 raqamlariga 63 62 raqamlariga Telegramdan yozing yoki telefon qiling bemalol. Uyda egasi bilan uchrashtirib gaplashtiramiz. Makler xizmati bor. Demak, chiroyli qilib beramiz. Maklerskini ham kelishtirib beramiz. Uy juda ham chiroyli. Bir dona like va kanalimizga hoziroq podpiska bo'lib qo'ying. Yana navbatdagi birozdan so'ng navbatdagi uylarimizni videosini qo'yamiz. Ana shu uylarni ham o'tkazib yubormaysiz. Hammaga rahmat.